Keyin hamma narsaga realniy qarash kerak ekanda. Bitta narsaga tuyg'u bilan qarash bor ekan, aql bilan qarash bor ekan. Tuyg'u bilan qarasangiz jazavaga tushib ketasiz. Bitta hodisa bo'lsa xursand bo'lib ketib qolasiz, me'yoridan ortiq, o'miz ham xafa bo'lib ketib qolasiz. Lekin aql bilan qarasangiz, bo'layotgan voqeaga to'g'ri realniy qarab ketaverasiz. Xiyonat qilingan bo'lsa sizga nisbatan yoki sizni aldab ketilgan bo'lsa, shu aldoqchi odam aldaydi endi. Xoin odam nima qiladi? Yaxshilik qiladimi sizga? Jirkanch odam jirkanchlik qiladi hayotda. Sizga yaxshilik qilib ketmaydi-ku. Sizga yordam qilmaydi-ku odam. Faqat sizdagi muammo siqilish nima desa, siz uni xoin ekanligini bilmagan bo'lasiz. O'sha joyda qiynaladi odam. U xiyonat qilgani uchun emas. Xoin odam shuna xiyonat qiladi o'zi. Bu yerdagi insonga ta'sir qiladigan narsa, siz uni xoin emas deb bilganingiz. Aldanganingiz. Lekin xolis yaxshi odamning tabiatida aldanish bor. Aldash emas. Shuning uchun inson aldayaptimi, aldanyaptimi deb turib baho bersangiz bo'ladi. Tuyg'u bilan qaraydigan bo'lsangiz, hamma narsa o'zgarib ketadi. Insonning tuyg'ulari aqlini boshqarishi uni halok qiladi. Insonning tuyg'ularini va instinktlarini o'zi boshqarish kerak, aqli boshqarish kerak, aqlan boshqarish kerak. Hayvondan farqimiz shuku, tuyg'ularimizni va instinktlarimizni kontrol qilamiz. To'g'ri, bir xilda insonmiz, xato qilib qo'yamiz, nimadir ish bo'ladi. Lekin bitta to'xtab olish kerak ekanda, nazar solish kerak ekan. Nima bo'ldi hozir mana? Kim nima qildi? Kim yomonlik, kim yaxshilik qildi? Yomonlik qilgan bo'lsa, iflos odam ekan. Bo'ldi, shu yarashganda shu odamga. Nimaga bunaqa qildi? Bunaqa qilmasa bo'lardi-ku. Mana bunaqa qildim. Yo'q, bu hayot siz xohlagandek bo'lmaydi. Siz yaxshilik qilasiz, sizga yomonlik qilishadi. Siz rostgo'y bo'lasiz, sizni aldashadi. Mana shunaqa hayot bu. Shu sababli boya aytganimizdagi yaxshi odam bilan yomon odam ajratiladi shu yerda. Iflos odam bilan sog'lom odam ajratiladi bu yerda. Shu sababli yomonliklar borki, yaxshiliklarni ajrata olasiz. Yaxshiliklar borki, yomonliklarni ajrata olasiz. Boya aytganimizdagi samimiy, xolis odamning tabiatida aldanish bor. Doim iflos, xoin odamning tabiatida aldash bor. Siz aldanyapsizmi, aldanyapsizmi? Shunga qarab ajratsangiz bo'ladi.